Oyi, I have a question. Why monkeys cannot talk? Nima? Shuning uchun farzandingizga bolaligidan ingliz tilini o'rgatsangiz, katta bo'lganda sizga o'xshab uyalib qolmaydi. Buning uchun farzandingizni 7+ o'quv markaziga olib kelishingiz kerak. Farzandingiz 8 yoshdan 13 yoshgacha bo'lsa, aynan 7+ o'quv markazi farzandingizga ingliz tilini osonlik bilan o'rgatishadi. Zamonaviy metodika, eksklyuziv darslar va eng malakali mutaxassislar. Asosiysi 7+ markazda farzandingizga ingliz tilini o'yinlar va rasm chizish orqali osonlik bilan o'rgatishadi. 7+ o'quv markazining 3 ta filiali mavjud: Gangada, Yunusobodda va Minorda. O'zingizga qulay bo'lgan manzilga bemalol kelaverishingiz mumkin. 7+ o'quv markazi sizning eng to'g'ri tanlovingiz. Hozirning o'zidayoq pastdagi tugmachani bosing va unumli foydalaning. Eslatib o'tamiz, joylar soni chegaralangan.